Farg'ona tumanidagi 11 umumta'lim maktabida ma'naviyat va ma'rifat tadbiri bo'lib o'tdi. Hazrat Mir Alisher Navoiy tavalludining 585 yilligi va Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 543 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan adabiy badiiy kecha bir asrning ikki dahosi deb nomlandi. Bu tadbirga maktab jamoasi o'qituvchilar hamda o'quvchilar bilan birgalikda tayyorgarlik ishlarini olib bordik. Bu tayyorgarlik davomida o'quvchilarimizni shu buyuk siymolarga bo'lgan hurmati oshdi, yanada buyuk siymolarning merosini o'rganish katta faxr, iftixor tuyg'usini yaratdi o'quvchilarimizda. Tadbirda o'quvchilar Navoiy va Bobur hayoti hamda ijodiga bag'ishlangan sahna ko'rinishlari orqali buyuk allomalarning ma'naviy merosini jonli tarzda namoyon etdilar. So'zga chiqqanlar ikki daho ijodkorning tarixdagi o'rni, adabiyot va davlatchilikdagi xizmati haqida qisqa hamda mazmunli ma'lumotlar berdilar. Biz bu tadbirdan o'zimiz uchun ham madaniy hordiq, ham kerakli bilimlarni egalladik. Tengdoshlarimiz ko'rsatgan sahna ko'rinishlari, ular ijro etgan turli xil chiqishlar va g'azallardan o'zimiz uchun barcha kerakli bo'lgan ilmlarni oldik. Kecha davomida maktab pedagoglari ishtirokida g'azalxonlik va musiqiy chiqishlar ham ijro etildi. O'quvchilar tomonidan aytilgan g'azallar yoshlar qalbida adabiyotga, milliy merosga bo'lgan qiziqish tobora ortayotganini yaqqol ko'rsatdi. Bu tayyorgarlik jarayonlari oson bo'lmadi. Albatta, o'sha Boburning o'zini hayotini, kechirmalari o'zimning boshimdan o'tdi. Bobur endi shoh va shoir, davlat arbobi hisoblanadi. Boburning hayoti o'sha o'rganganlarimdan yaxshi dars bo'ldi. Sahnalashtirilgan asarlar, jonli musiqa va g'azallar ijrosi bilan boyitilgan ushbu tadbir barcha ishtirokchilar uchun nafaqat ma'naviy ozuqa, balki chinakam madaniy hordiq ham berdi.